Voy Salomatxon, yaxshimisiz? Ha, Intizorxon, siz imisiz? Qalaysiz? Yaxshi, rahmat. Bolalar, oila tinchmi? Rahmat, yaxshi. Qizingizga nima bo'ldi? Aytmaysizmi? Shu ham boshimizda bor ekanda endi. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Bilasiz, qizim kimyo zavodda ishlardi. Bundan 2 oy oldin ehtiyotsizligi oqibatida yiqilib tushib, zararli modda ko'ziga sachrab ketdi. Shuni oqibatida ko'zlari ko'rmay qoldi deydi. Olib bormagan joyim qolmadi. Rosta ko'rsatdik. Operatsiyalar qildik, iloji yo'q. Mana ko'rmayapti endi. Voy sho'rim, hozir qayoqqa ketyapsizlar? Eski hovli uyimizga ketyapti shu desiz Intizorxon. Qizimni buvasi qarab turadigan bo'ldi. Men ertalabdan kechgacha ishdaman. Ishga borib kelib olaman. Bu o'zini o'zi eplolmaydi. Shuning uchun buvisiga olib ketyapman. Buvasi qaraydigan bo'ldilar. Salomatxon, yaqinda mahalladagi ijtimoiy xodimdan eshitib qoldim. Shaxsiy yordamchi xizmati joriy etilibdi. Qarang, bunda ko'z ojizlik bo'yicha birlamchi nogironlik belgilangan yoki nogironlik aravachasidan birinchi marta foydalanayotgan shaxslar uchun xizmat ko'rsatilar ekan. Yaxshi-yu, meni vaziyatimda qanaqa yordam bera olisharkan? Hamrohlik, zarur ma'lumotlarni topish, hujjatlarni rasmiylashtirishda ko'maklashish, yashash joyi, ish o'rni, ta'lim olish maskanini moslashtirishni tashkillashtirishda yaqindan yordam berar ekan. Demak, uyimizni va ishxonamni moslashtirishni tashkillashda yordam olsam bo'larkanda, shundaymi? Albatta-da. 2 hafta davomida haftasiga 5 kun, kuniga 3 soatgacha bepul xizmat olishingiz mumkin. Buning uchun qayerga murojaat qilsak bo'ladi, Intizorxon? Inson markazi yoki mahallangizdagi ijtimoiy xodimga uchrasangiz batafsil ma'lumot olasiz. Salomatxon. Voy rahmat Intizorxon, bugun ham borib uchrashaman.